Hi everyone, welcome to I Language Training Center video classroom. And today we will learn new concept English Book 1, Lesson 15. Your passport, please. Okay, sağolasiz yaxshimizlar. Biz bugun shu yېڭى inglizda birinchi qism 15-chi dars Your passports, please degan darsni o'rganamiz. Undaqda boshdan shu darsimizningki yangi so'zliklar va yangi so'zliklar bilan bir tanishib chiqsak. Okay. Birinchi so'z nima desanglar? Customers. Okay, nima birinchi? Customers. All right, customers. Xo'sh, bu yerga customers deganimiz nima desanglar? Tamojna. Ara tamojna deymiz. Desanglar customers deymiz. Customers. Customers deganim bo'ldi tamojna. Tamojna. All right, customers. Okay, customers. Ama customers tamojnaga qanday desanglar, masalan, davlatdan chiqib cheganda, boshqa davlatga kirganda, bizniki tekshirtirgan shunami, bizniki pasportimizni, onaniki nima uchun kelganligimizni so'raydigan deymiz. Desanglar customers. Okay, masalan, at the customers bo'lsin, nima desanglar, tamojnada. Okay. At the customers. Okay, andaqda shu bir kino va terminal deydigancho, arada Xinfu Zhongdianjian deydi hanzuzcha. Nima desanglar, terminal deganimiz hamda oxirgi bekat arada shu aerodromlarniki, shu yetib qolgan shu bekatni terminal deymiz. Andaqdan shu terminal bir kino va shuniki tamojnadagi bir ko'rinish va hamsa shu qisqagina filmga diqqat qilinglar. United Airlines announcing the arrival of Flight 9435 from Beijing. Customer service representative, please report to gate C42. 联合航空公司从北京来的94上5号班机已经到达，旅客服务代表请到 C42号班。All visitors to the U.S. should line up at booth 115. Please have your I-94 forms filled out. 18 to 35. What's the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Business or pleasure? What is the purpose of your visit? Business or pleasure? Just visiting. Shopping. À plaisir. It's a pleasure. Business. How long will you be staying in the United States? Could I see your return ticket, please? What's the purpose of your visit? Business or pleasure? 1 month. Pleasure. Enjoy your stay. Next. Okay. Amsa sağolasiz ko'ringlar. Shu bir intayin ta'sirli kino, bu shu bosh qahramon shu Amerikaga borganda davlatlar ishga urush qilib qanday bo'ldi desanglar, davlatning hukumati ag'darib tashlaydi, shuning bilan bu odamniki hech qanday bir nima qilmaydi, davlat tavalligi bo'lmaydi-ku. Ya sirtqi chiqib ketmaydi, shuning bilan hech qanday bir davlat vatani yo'q bir odamga aylanib qolib, shu terminalda yuz bergan bir necha yuz bergan ta'sirli hikoya so'zlandi. Bu intayin qanday desanglar, haqiqatan ta'sirli, haqiqatan qanday desanglar, ko'rishga arziydigan kino-ku. Bo'lsa mush kinoni sizlarga tavsiya qilay. Ko'ringlar, davomli qayt ko'ringlar. Shunimaki mush kino sizlarningki ingliz saviyangni o'lchaydigan bir o'lcham bo'lib qolishi mumkin. Masalan, hozir ko'ringlar, shundan balkim jiqmasini tushunmasliging mumkin. Lekin shunimaki har oyda bir qatim yoki har bir hafta bir qatim yoki 2 haftada bir qatim qayt ko'raversanglar, borgan sir qanday desanglar, sizlar tushunadigan gaplar ko'paydi. Demak, hamda sizlar bu bir kinoga asosan qanchalik tushunganinglarni sizlar bu bir o'lcham qilibchi, o'zinglarniki ingliz tili saviyasini mana bir o'lchaydigan o'lcham qilsanglar bo'ldi. Balkim ba'zi ko'rang, 1 oydan keyin ko'rang, 6 oydan keyin bir ko'rang, 1 yildan keyin bir ko'rang. Ishonimanki, bu har qaysi qatim ko'rganda undan oladigan zo'q, uni tushunadigan shu til qanday desanglar o'xshamaydi. Cho'qim bu intayin zo'r sizga foyda berib ketishi mumkin. All right, endi manodagi bir necha muhim jumlalarga qaranglar. So what is the purpose of your visit? Okay, endi aniqda qisqartirib bilan the purpose of your visit. Okay, the purpose deganimiz nima desanglar? Purpose degan maqsad, muddasi. Of your visit. Sizning ziyoratingizning yoki sizning mushakilshingizningki asosdagi maqsadi nima? Endi tamojdan so'raydi, va endi bu yerga nima ish qilgan kelgansiz? Ya savdo qilganimi, sayohat qilganimi, o'yin qilganimi, yoki tuqqan yo'qligimi, shunami?
Şoňa what is the purpose of your visit? Agar sizlar chet elga chiqib qolsanglar, tamojna demak mush savolni so'raydi. What is the purpose of your visit? Purpose of your visit, purpose of your visit degan shu, ha? Bu yoki maqsadi nima? Okay. Business or pleasure? Okay, and the business. Okay, business deganimiz nima desanlar? Soda. Okay, business deganimiz soda. Or yoki pleasure. Okay, and pleasure deganimiz nima desanlar? Xushallik, ko'ngil degan gap qo'sh, o'g'a. Demakchi, bunda bir o'yinig'ini keldingizmi, demakchi sayat qilganimi yoki bunda bir ko'ngil uchunmi yoki nima desan, soda uchunmi? Okay, nima ish bilan yoki nima ish bilan kelgan? Business or pleasure. Ba'zilar nima desan, vaqt komandir ko'rsatadi, soda ishlari bilan bordi, shunami? Sayat qilgani bordi, tuqqan yo'qligini bordi. Demakchi, hamda shu nima? Business or pleasure. Yoki business tan bo'ldi, yoki pleasure. Agar sayat qilmoqchi bo'lsanglar, pleasure. Okay, what's the purpose of your visit? Pleasure. What's the purpose of your visit? Business. Okay, demakchi, hamda agar soda ishlari bilan chiqsangiz business, sayatlarcha pleasure desanglar bo'ldi. Okay? Next one is officer. Okay, officer. Okay, office deganimiz ishxona. Officer degan ERga odamni ko'rsatamiz. Mana xuddi drive, demak driver, chauffeur deganga o'xshash. And the officer deganimiz nima? Officer, amaldor yoki mansabdor. Okay, mesela abaqti odim chiqdi, shu tekshiruvda amaldor nima? Officer. Okay, officer. And the customs officer. Okay, and the customs officer deganimiz hamda tamojna xodimi. Tamojna amaldori nima? Customs officer. Okay, officer. Good. Again, girl. Okay, girl. Okay, nima? Degan tavsha. Arada Amerika talaffuzlariga or ketiladi, degan tavsha. Girl. Okay, aytishbanglar. Girl. Yaxshi. Girl deganimiz nima desanlar? Qizchaq. Hi girl. Hi girls. Qizlar nima? Girl deganimiz nima? Qiz. Qizchaq degan gap. Endi o'g'il bola degan nima bo'lgan tuqqanlar? Boy, shunami? Okay, boy. Boy deganimiz o'g'il bola, girl deganimiz qiz bola. Okay. Next one is Danish. Okay, Danish. Arat o'rg'i nima? Diq tushdi. Danish. Okay. Danish deganimiz Daniyalik. Daniyalik yoki Daniyaning. Okay. Masalan, siz Daniyalikmi? Desak nima bo'ladi? Sana Are you Danish? Okay. Are you Danish? Siz Daniyalikmi? Yes, I am. Men Daniyalik. Shunami? Agar yo'q bo'lsa, no, I'm not. Okay. No, I'm not. Okay, ma kirandiki. Nima Daniyalik? Daniyaning bayrog'i qanday ekan bolalar? Okay. Next one is friend. Okay, friend. Qaranglar, friend deganimiz nima? Do'st, odosh degan gap, friend. Friend. Talab qilganda ustidan kechishlarimiz asl qilamiz nazaraq tushadi. Okay. Friend. Okay, friend. Do'stlash. Endi mak rasmdagi bu nima desanlar friends deb do'stlar deb bir kino bor. Bu intan yaxshi. Bu shu 5dan tortib oxirigacha ko'rilish nisbatan intan yaxshi bo'lgan kino. Shunga shu ingliz tilini o'rganishlar uchun intan aqtan esil kino bu. Bo'lsa sizlar mush kinoni ko'p ko'rib turinglar. Qancha ko'rib tursanlar, sizlarniki ingliz tili ishbaldashinglar intaynash uchun. Bu Amerika ingliz tilidagi kino, aqta yaxshi. Bo'lsa, vaqtinglar bo'lsa, nima desanlar, ammo shu Friends degan kinoni ko'rsanglar bo'lar edi, buni loyoji deb qo'yadi-ku. Loyoji. Like friends. Masalan, she is my girlfriend. U meniki nima? Qiz do'stim. Okay. She is my girlfriend. U mening nima? Qiz do'stim. Okay, my girlfriend deganimiz qiz do'st degan gap. Agar o'g'il do'st bo'lsa, boyfriend. Okay, boyfriend. And an old friend bo'lsa nima desam, bir ko'ni do'st. Okay, and the old degan qerida bo'lgan gapmi? And bu qera emas, demak ko'na. An old friend. Good. Okay, next one is Norwegian. Okay, sal so'zaymiz nima? Okay, Norwegian. All right. Norwegian. Yaxshi. Norwegian deganimiz nima? Norvegiyalik. Norvegiyaning degan gap. Okay, Norwegian. Masalan, ular Norvegiyalik bo'lsa nima bo'ldi? They are Norwegian.
Yaxshi. They are Norwegian. Ular nälikken? Norvegiyalikken. Norvegiyaning davlat bayrog'i mana resimda ko'rib turibdi, sağlaşlar. Eni ko'ringlar Norwegian. They are Norwegian. Okay, and aba Daniyalik degan nima deydi? Danish. Good. They are Danish. Shunaqa? They are Norwegian. Norwegian. Okay, next one is passport. Passport. Passport degan gap. Endi ma passport degan so'z qarasanglar, pass degan o'tmak degan gap. Port deganimiz nima? Masalan, port. Port deymiz-ku shu paraqtil to'xtaydigan, ya'ni port deymiz. Ana passport demakchi shu portdan o'tish ishlaydigan kenishkini passport deymiz. Okay, demak endi o'sha chetlarga chiqqanda nima? Show me your passport. Show ko'rsatmak, me menga, your sizning passport. Pasportingizni. Demakchi pasportingizni ko'rishdim. Demakchi pasportingizni men ko'rishdim. Ammo please degan nima so'zi, shunami? Takalluf so'zi. Andaqda buni your passport please mi deydi. Passport please. And the resimdagi birisi nima? American passport, another one is Chinese passport. Birisi Jungoning pasporti, yana birisi nima esan? Amerikaning pasporti. American passport and Chinese passport. All right, next one is brown. Okay. Bahasalash brown deb o'qiydi. Ammo xato emas, chunki Angliya tilida biz brown degani Angliya tilida biz brown degani-chi. Brown degani shu Amerika tilida biz. Okay, brown. Okay, and the brown deganimiz nima? Qahva rang. Okay, mana rasmdagi ma qizchaning rangi qanday ekan? Chechining rangi brown, right? You know, her hair is brown. Okay, uning chechi qahva rang. Mana shu rangni deymiz brown deymiz. Are your hats brown? Nima? Sizningki shlapillaringiz andami? Okay, brown mo? Demakchi, shu qahva rangmi yoki jigar rangmi? Shunami? Okay, next one is tourist. Okay, ma tour degan sayli qilmoq, sayohat qilmoqchimi? Tourist. Tourist bo'lsa nima? Sayohatchi. Tourist. Tourist. Okay, endi tourist. Diqqat qilinglar, tourist. Masalan, bu rasm qaranglar, bu rasmdagilar qana? They are tourists. Okay, they are tourists. Okay. Ular bo'lsa nimalar? Sayohatchilar. Okay. They are tourists. Okay, tourists. Demak, ular sayohatchi. Tourist degan sayohatchi, tourists degan-chi sayohatchilar. Endi ko'plik shakli.